Hi everyone, jigarlar. Sizlar bilan Close har doimgidek. Nima gap, tinchmisizlar? Hamma yaxshimi? Chikki-chikkimi? Hammasi dinozavrmi? Tak, bugun men bugun yangi video chiqarmoqchiman. Video kam chiqazyapman. Podpiskachilar kamayib ketyapti. Podpiskalar atmay qolishyapti. Odamlar bilmayman nimaga unaqa like'lar kam bo'lyapti, prosmotr kam bo'lyapti. Xo'sh, bugun endi xudo xolasa ko'proq chiqarishga harakat qilaman videolarni. Bu safar qanaqa video desanglar, bu videoyim streamerlardan, youtuberlardan challenge so'rab, shu challenge bergan challenge'ni sizlar bilan birga harakat qilamiz. O'shani bajarishga, agar bajara olamanmi yo'qmi ko'ramizda. Xo'p, unda mana birinchi streamerimiz Sidiq Shaha. Ko'plar taniydi, ko'p yaxshi pranker. Men masalan endi bilmadim-ku. Masalan, men uchun nomer 1 emigratorshik. O'shani birinchi o'sha youtuberdan challenge oldik. Qani eshitamiz. Bo'pti, challenge bo'lsa challenge-da, давай sniperskida 10 ta kill qiling, 10 ta kill qilib top 1 oling. Shundan 5 tasi glazok bo'lsin, jigar kutaman. Tak, eshitgan bo'lsanglar challenge-da endi sniperskida 10 ta kill qilish kerak, plus top 1 или 5 tasi glazok. Qani sizlar bilan birga ko'ramiz, bajara olamanmi, yo'qmi? Bosdik. Tak. Jigarlar, like bosib bosib qo'yinglar. O'tgan safargi mashinadagi open case, mashinadagi open case'im realno kam prosmotr yo'da, kam like yo'da, даже 100 ta ham bo'lmadi. Noldinki brigad open case'im, lekin yaxshi prosmotr yiqqanda, yaxshi like yiqqanda. Nima unaqa bo'lyapti bilmayman. Sizlar podpishka qilmayapsizlar, like bosmayapsizlar, podpiska bosmayapsizlar. Like podpiska bosib qo'yinglar jigarlar. Qancha vaqt ketmaydi, 5 sekund uzoq bilan. Shu like podpiska bosib qo'ysanglar bo'ldi. Sizdan ko'p narsa so'ramayman, pul, boshqa narsa, men sizlar boshqa narsa so'rayman. 5 sekundlik vaqtingiz ketadi. Shunga ko'ra sizlar like podpiskani bosasizlar, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, yangi video chiqqanda, yangi shortlar chiqqanda обязательно bexabar qolib ketmaysizlar, o'zingizlar ko'rasizlar. Tak. O'shaning uchun har doim like podpiskani bosib qo'ying. Tak, ikkita odam bor, ikkita to'rtta squad bor ekan. Sniperskida sniperlar 10 ta kill. Çala yok bak. İyi. Git. Yaptın. Vay. Dabdala kıldım baba. Glaz okuramam bo'lmadi. Nima yo'naqa? Men de shunaqa. Bilmayman, glaz o'qatsam bo'lmaydi. Menda menimcha shekilli. Nima? Birinchi o'rinni o'xshamadi, qani ikkinchi o'rinni harakat qilib ko'ramiz endi. Lekin обычно kamda urardim, lekin sizlar o'ylashinglar mumkin, oson bu challenge deb o'ylashinglar mumkin, lekin sizlar o'ylagandan qiyin. Eshitilishida oson bo'lishi mumkin, lekin sal qiyin challenge. Endi bilmadim. Endi snipershiklar uchun oson narsalar bu men uchun. Endi snipershik emasman, o'shaning uchun men uchun sal qiyinroq bo'ladi. Ben snipershik o'ynab yuribman. O'shaning uchun agar kelib qolsa snipershikda ba'zida o'ynayman. Bunaqa bosib o'ynayman.
keyingi streamer kim bo'lsa обязательно komment yozib ketinglar. O'sha streamerdan challenge olib bajarib ko'ramiz birga. Men hech qanaqa videodan kesib olib, alohida qilib, обязательно o'xshaganini qo'yib, uni qilmayman. Qo'ldan kelgancha o'xshamasa endi omadimiz. Chunki o'xshamadimi 4-5 urinishda keyingisi ham o'xshamaydi. Nima ilojsiz challenge mas'ul. U harakat qilsa bo'ladi, обязательно bo'ladi bu narsa. Yeah. 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 Skoro ketdi. Qayerga qochasan? Qochib qayerga borasan? Bitta kilis, bitta glazokes. Snipershik bo'lmasa ham uncha odamni yaxshi o'ynab qo'ymaydi, lekin snipershikda lekin buni rosa trenir qilganman. Oy, o'xshamadi. O'xshamadi. Hozir 3-4 marta takrorlab ko'raman. Agar o'xshasa o'xshadi. Men bilmadim lekin. Ozgina harakat qilsa, ozgina kuchliroq o'ynasa bo'ladi hamma narsa. Hozir like bosgan bosib qo'ysanglar, menimcha motivatsiya bo'ladi. Kontent chiqarishim ko'payadi. Shu qancha betdan beri harakat qilaman, hech bir подписка kelish sekinlashib qo'ygan, kelmaydi подписка, просмотрlar o'lik. Like'lar bosmaysizlar. Qo'yinglar, unaqa bo'lmaydi atak. Ko'p narsa so'ramayman. Faqat like podpiska bo'l. Agar qo'ng'iroqcha qilib qo'ysanglar, yangi video chiqsa ko'rasizlar. Sizlarga kerak bo'ladi o'sha qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar. Kommentga yozib ketinglar обязательно. Kimdan challenge olayotgangi videoda qaysi streamerdan olay. O'shani обязательно yozib ketsanglar, keyingi videoda o'sha streamerdan challenge olib bajarib ko'ramiz. Birlashib filmga o'xshamaydi. Lekin xudo biladi, mashina kerak. Maşinada ket qilishib обязательно лайк. Yeah.
Keyin hazillashtirmay bo'pti. Dabdala bo'ldi. Nima? Tak, o'xshamadi lekin. Juda o'xshayib sal qiyin o'ylash. Bu chilni berilgan payt to'g'ri gap. Men oldin bir harakat qilib ko'rdim, qani o'xshata olarmikinman deb. Bedeta 10-15 marta match o'ynadim shunda ham. Sniperskida. Nu harakat qildim. O'xshamadi odamlar chunki orqasida AVM turadi, 20 to'g'ri turadi, korrekt turadi, lekin MK'ga oladimi, minimi, SKSmi, VSSmi oladi. O'shanda nima odamlar o'zi uyerinmi, yo'qmi bilmayman. O'ziga ishonmaydimi sniper urishiga. Bu o'shanalarni ko'rsam borku, sniperskida rang ko'taryapti deb o'ylayman. O'shanalarni ko'rsam. Lekin o'zi boshqa arjot otsa bo'ladi, boshqa o'zining snayperi turadi, lekin chala snayperda otadi. Обязательно. Chunki o'ziga ishonch yo'q, ura olmasligini biladi. O'shaning uchun chala snayperda otadi. Mayli. Hamma o'zi uchun o'ynaydi. Nima tavsiyam shu, men agar snayperda o'yin kuchaytirish kerak bo'lsa, sniper olish kerak emas. Nima endi tushilgan payti tushuniladida, tushilgan payti libo odam hamma libo arjonlarida o'lib ketmasligi uchun. Lekin men o'yin oxirrog'ida ham shuda, o'yin o'rtasida ham shuda shu snayper oladi, tashamaydi. Qo'lda snayper turib ham tashamaydi. Hozir men snayper tutsam meni tashlab. Chunki men snayperskida rang ko'tarmayman, chunki snayperskida rang ham yo'q. Rang ko'tarib olmaydi. Agar rang ko'tarib bo'lganda tushunsa bo'ladi, odam rang ko'taryapti. Lekin bunda rang yo'qda, rang bo'lmagani uchun shart emas menga. Men o'zim o'yinimni kuchaytirish uchun o'ynagan narsani. Bunda kill qilsam ham menga interes, kill qilsam ham menga interes. Prosta men o'yinimni kuchaytirsam bo'ldi. Bu chal sniper olganmanki, men snayperskiga men plus qilmaydi bu menda. Minus qiladi, naborot. Sniper o'ynagan paytim sniper qo'limga tushib qolsa urolmay qolmayman. Va shu qotibdi telefonimni zaryadga qo'yib o'ynayman, shunisi qizyapti. Depsa. Mayli, sizlar like bosishga mos qo'yinglar, shuncha mehnat, shuncha harakat. Sizlarga ko'p narsa so'ramayman. Так, bu kerak emas menga bo'pti. Buni ishtiga короче. Bu короче kerak emas. Так, menga brani yashilem. Her bo'lsa men devam etamiz. Lirik çekiniz bu oldu. Tak. Как так?
Нихуя себе. To'xtalishni qilyapti endi. Shunasilar. Tak. Mayli. Men davom etamiz. Chunki ish bir qolishdi mayli. Tak. Beklet piskani boz. Navbat piskan bosmayapsan. Hozir sakir like piskan bosib qo'yadi. Hali 23 ta odam bor ekan. Bironta kill qilmadim lekin qo'tyapman isqirt. Mol harom. Qochsha. Aytib qo'yay, lekin buni odamlar orasida ko'rishga tavsiya bermayman. Chunki orasida sukunib qolishlari mumkin. Shuning uchun oldindan aytib qo'yapman. Agar ko'rsanglar, sal ovozini pasaytirib ko'rasizlar. Tak. Qotib qolyapti bori. Kaley. Tak, qaysi bo'laman? Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e diz entrando a comprar. Faço bem sou. Faço bem sou. Na festa do fim de semana. Kilimi toplayıp gittim. Ondan ketdik. Aşağı sıkıntılı yok mu etti? Arkası sniper turibdi, lekin MK'ga o'tyapti. Harom. Benaqsad. Mayli, men deymiz endi asab bilmaymiz. Maşallah bitti bu. Aslında sniper turibdi, 20 tonna sniper turibdi, lekin MK'ga o'tyapti. Talpay yo'q. Shunga chiqaman. Men xushlamadim. Shaharga sal garondiz bana challenge tabii 10 ta kill bad qiladi. Bajarsa bo'lar. Tim bol 5 ta gol o'qigan. O'zi обычный классик o'ynasam 10 ta kill qilaman. Bo'ladi. Berangel o'ynasam qarang. 8 kill qilaman. Hozir sizga buni ko'p kill qilaman. Tutsam ketgan joyim bor. Endi 2 ta 35 ta. 7 tam şuna çekiyorum. Topa diyene bırakıyoruz. Ama hatta başlayalım aklımda. Havayım ben 90 düşken. Anmazım ki. Hareket şahaken. Lobi açmayı beğendim. Bilerek bir marta Erangel ochgan paytlari qilganman. Erangelda
shaharga olib ketgan yoki mani urib qo'yishgan boshqa. Mani urib qo'yishgan. Shunaqa to'xtadim bo'lmagan, lekin shaharga olib ketganiga уже bunaqa interesan bo'lmagan o'ynashga chiqib ketgan. Chunki qo'yga o'xshab lopin chiqib berdim o'zini tanlab. Mayli deb shahmasga endi hech kerak emas. Endi bu odam streamerlarni kirganiga stream snapga keladi. Jonas stream snapga mo'xshamagan. Endi haqiqat. Yashagan munosabat bor. Tamam qo'ymaydi. Tak. Keyin bir marta Livik ochgan. Shaharga Livik kirib. Shaharga davomdan o'lib ketgan, siklata o'lib ketgan. Bildim nega o'lib ketgan shaharkanligini mayli deb oxirigacha o'ynab qo'ydim. Hozir davom etamiz. Orada endi shunaqa bo'lyapti. Uyda yana shu videoni uyda olsam mana shunaqa bo'lyapti. Har kuni. Video qilsam shu narsa qoladi. Squat yürüttü. Geldi. Çok geldi. Ye. Lan it. De bolas. 20 tur turibdi. Eski stotel. It. De bolas. Sikibeymiz. 20 tura var. 20 turda o'tmasdan eski stotel. Sniper oynaydi. Sniper oynayapsan. Sniper oynaydi. Mujik masta böyle. Mayli, nima ham deymiz, asab buzmaymiz. Bu challenge короче bajara olmadim. Sal qiyin bo'ldi короче. Mayli, endi shunaqa narsa bo'lib turadi endi. Hech kim yutadi, hamdam bo'ladi, o'xshaydi degan narsa endi. O'xshamay ham qoladi. Men просто hozir men o'xshaganni kesib, video qilib, narsa qilib qo'yim kelmadi. O'shaning uchun borini ko'rsatdim keldi, o'zim borimni. O'zimdan bir narsani yasab olish, unaqa odatim yo'q, unaqa narsa qo'limdan kelmaydi. O'shaning uchun nima deymiz, o'xshamadi biz challenge. Hop, sizlar like bosgan bosib qo'yinglar jigarlar, обязательно. Bildirmanglar. Kimga streamer kim bo'lishini обязательно kirib kommentga yozib qo'ysanglar. O'sha keyingi videoda o'sha streamerdan challenge olib bajarib ko'ramiz, billalash. U ham o'xshaydimi yo yo'qmi, uni ko'ramiz lekin bu men realni qiynaldim. Challenge qilolmadim. Mana qanday tushadi, devorlar tushib qoladi. Mayli. Like bosib qo'yinglar. Rahmat hammaga.